Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali, jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch va qudratga ega har tomonlama himoya qiladi O'zbekiston o'zini. Haddini bil fitnachi bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi. Butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm fanda har sohada bemalol butun dunyo maydonida raqobatda shonladi. Dostonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan
Keyingi maktabimiz Abdullah Loni qaysi maktab yoki tashkilotga asos solgan? Yo'q bor. Bo'ldi. Qo'yish edi. Yaxshi. O'zbek she'riyatiga faol ravishda barmoq vazmini olib kelgan shoirni aniqlang. Bu shoir Abdurahmondir. Abdulhamid Cho'lpon qanday yurtni buzilgan o'lka deb ataydi? Abdulhamid Cho'lpon mustamlaka asoratini tushib qolgan xalqi buzilgan o'lka deb ataydi. Avloniy ta'lim sohasidagi yangiliklar qaysilar? To'xtatdim. Aytmoq chunki bu yanlishga savol almashib turindi. O'qi. Birinchi savol: Behudiy matbuot sohasida qanday ish qilgan, manfaatparvarlikka yo'l qo'yganlar va kitoblari yozganlar. Asosan alifbo shuari kitoblari, SPL ona tili shu kitoblari. Ikkinchi savol: Fitrat tomonidan 1911-yilda Istanbulda nashr etilgan mashhur risolanoma va uning mazmuni nimadan iborat? G'ulom Zafariy o'zining Baxtsiz shogird nomli dramasining qaysi asarini tasvirda yozadi? Padarkush asaridan. Demak, birinchi savolda matbuot sohasi so'ralgan edi. Boshqa ma'lumotlar aytdi. Matbuot sohasida asosan jurnal yoki gazetalarni achish kerak edi. Bu kitoblarni aytib qo'ydi. Shuning uchun bu yerda to'liq javob yo'q. Ikkinchida Istanbulda nashr etilgan munozara asarini aytishi kerak edi. Bundan javob yo'q. Uchinchida javob Padarkush asarida qo'yilgan. Ikkinchi o'rinda. Ikkinchi o'rin. Birinchi yozib berilgan 8larda Kanaba o'quvchimiz oti familiyangiz Jadidlar bu islohotchilar hisoblanadi. Jadidlar o'sha davrlarda xalqni g'aflatdan uyg'otish uchun ko'plab harakatlar olib borilgan, lekin o'sha davrda Sovet davrida ularni xalq uyg'otishına yo'l qo'ymaganlar. Chunki xalq bilim olsa, ilm o'rgansa, ularga qarshi chiqishini anglab yetganlar uchun shuning uchun jadidlarni qatag'ona uchratganlar, qatlatisha, surgunatisha, Sibirga surgunatisha jo'natganlar. Aslida ular islohotchilar hisoblanib, xalqni uyg'onish uchun juda ko'p harakatlar etganlar. Ular ko'plab harakatlar etganlar. Har bir xalq farzandi ilm olish uchun maktablar, kitoblar yaratganlar. O'zlarining maktab o'quvchilarini o'qitish uchun dastlab o'zlarining kitoblarini barpo etganlar. O'z uylarida xalqni o'qitish, ilm berish uchun ko'plab maktablar yaratganlar va xalqqa ilm berish yo'lida o'zlarini qurbon etganlar va ilm berishdan hech qachon to'xtamaganlar. Jadidchilar kimlar bo'ldi? Abdulla Avloniy, Qodiriy, Fitrat, Is'hoqxon To'ra Ibrat, Munavvar qori, Abdurashidxonlar, bularning barchasi xalq uchun xizmat etgan va xalqni g'aflatdan uyg'otish uchun juda ko'p harakat. Tuman bosqichida faol ishtirok etganligi uchun 24-son maktabning 6-sinf o'quvchisi Ikromova Nozimaxon faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. 2 maktabning 8-sinf o'quvchisi Yunusbay va Muattar 3-darajali diplom bilan taqdirlanadi. 53 maktabning 8-sinf o'quvchisi
Yo'ldosh va Maftuna 2-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Uchun 20-maktabning 8-sinf o'quvchisi Alimboy va Madina 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Uchun 12-son maktabning 10-sinf o'quvchisi Sadullay va Bonuxon faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Prezident tanlovining tuman bosqichida sovrindor bo'lganligi uchun 49-son maktabning 9-sinf o'quvchisi Bazarbay va Asalzoda 3-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Maktabning 9-sinf o'quvchisi Jahongir va Kamola 2-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Jadidlar izidan tanlovining tuman bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritganligi uchun 47-son maktabning 9-sinf o'quvchisi Jumaniyaz va Oltinoy 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Tabriklayman. Men Jumaniyaz va Oltinoy 47-son maktabning 9-sinfida o'qiyman. Jadid so'zi arabcha yangi degan ma'noni anglatadi. Jadidlar ma'rifatparvarlar va elni ezgulikka yetaklovchi insonlardir. Ular biz uchun ko'p harakatlar qilishgan va bizning bu yer hozir mustaqil yurtda yashashimizga ham jadidlar sababchidir. Jadidlardan Abdulla Qodiriy, Avloniy, Cho'lpon, Fitrat, Munavvar Qori va shu kabi ko'pchilik jadidlar bor. Ularning 19-20 asrlarda yashab o'tgan tarixi juda ham boy ma'naviy tarixga ega bo'lib, va ularning yaxshiliklariga noloyiq kimsalar ularni qatl qilish, surgun qilish va shu kabi ko'plab jazolar bilan jazolashgan. Men tumanda 1-o'rinni qo'lga kiritdim va mening hozirda oliy maqsadim viloyat va respublikada 1-o'rinni qo'lga kiritib, boshqa davlatlarga sayohat qilib, o'zimizning milliy qadriyatlarimizni, jadidlarimizni va shu kabi tarixiy insonlarimizni dunyoga tanitish va O'zbekistonning mavqeini yuksak darajaga yetkazishdir. Men Hazaras tumanidagi 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisiman va bugun jadidlar izi tanlovi bo'lib o'tdi. Bu tanlovning maqsadi haqida aytadigan bo'lsam, 19 va 20 asrlarda yashab o'tgan jadidchilik, ya'ni milliy uyg'onish davrining yutuq insonlarining hayotiy ijodlarini o'rganish, ularning hozirgi avlodlarga bo'lgan talabi haqida bo'lib o'tdi. Jadidlar izi tanlovi. Mening o'quvchim 9-10 sinflar o'rtasida bo'lib o'tgan tanlovda mening o'quvchim 1-o'rinni oldi. Xudo xohlasa, keyingi viloyat va respublika bosqichlarida ham yaxshiroq tayyorlashga va jadidlarga munosib voris avlod bo'lishiga, ko'makdosh bo'lishga harakat qilamiz. Hozir yurtimizda hozir yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilgan. Shulardan oqilona foydalangan holatda biz yaxshi o'quvchilarni jadidlar izidan tanlovida yaxshi qatnashtirib, ularning davomchi sifatida O'zbekiston Respublikasidagi o'sha qadim o'tmishdagi ota-bobolarimizning ham merosini, ularning ma'naviyatga bo'lgan yo'nalishlaridan davomchi sifatida tayyorlashga harakat qilamiz. Sizin familiyangiz kim edi? Madaminova Marjona. Aytmadim. Yo'q. Kim u? Madaminova. Madaminova Marjona. Qaysi maktab? 47-maktab. 47-maktab o'qituvchisi.
oldinga intilmoq ko'p yaxshidir. Kelajakka qo'l bermoq ko'p foydalidir. Ammo shuni unutmangki, moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir. Jadidlar kurashining asl g'oyasi yagona zaminga ega Turkistonda ozod va farovon jamiyat qurish edi. Ol bayrog'ingni, qalbing uyg'onsin. Qullik, asorat barchasi yonsin. Qur yangi davlat, yovlar o'rtansin. O'sib Turkiston qaddin ko'tarsin. Jadidlar millatni, vatan saodati, uning baxti va ravnaqi uchun, millat taraqqiy topishi, yurt ozodligi uchun fidoilik ko'rsatishga da'vat etgan edilar. Bizlarni xonavayron qilgan tarbiyasizlik va jaholatdir. Faqirlik, darbadarlik, xorliklarning hammasi ilmsizlikning mevasidir. Millat taqdir va istiqbolini belgilovchi milliy kadrlarni yetishtirib, xalqimizni dunyo miqyosida fikrlay oladigan, chet ellar bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy munosabatlarda jahon andozalari darajasida ish yuritadigan millatga aylanishiga umid qildilar. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Jadidlar o'lkamizga ilk bosmaxonani olib keldilar. Birinchi yangi usuldagi maktabni ochdilar. Hatto qiz bolalar tahsil olishi uchun ham sharoit yaratdilar. Yangi maktab darsliklarini yozdilar va ularni nashr etdilar. Avropa xalqi osmonda uchar ekan, bizda soch va soqol nizolari. Avropaliklar dengiz ostida suzar ekan, bizda uzun va kalta kiyim mojarolari. Avropa shaharlari bugun elektr bilan yoritilur va isitilur ekan, bizning maktablarda tibbiyot va jo'grafiyani o'qitish-o'qitmaslik ixtiloflari. Jadidlar xalqni boshi berk ko'chadan olib chiqishning yagona to'g'ri yo'li nafaqat ma'rifatda, ta'limda, siyosatda, balki turkiy xalqlarning birligida deb bilganlar. Turma, yugur, tinma, tirish, bukilma, yuksal, hurkma, kirish, qo'rqma, yopish, charchama, qo'zg'al. Jadidlar yangi zamonni, ilm ma'rifat asosiga qurilgan, ilg'or jamiyatni orzu qilgan millat oydinlari edilar. O'tgan asrda yashagan jadid bobolarimizning ibratli faoliyati, ilmiy ijodiy merosini chuqur o'rganish yuzasidan a'zo mamlakatlarda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu ishlarni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida joriy yilning dekabr oyida yurtimizda bo'lib o'tayotgan Jadidlar
milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusida xalqaro anjumanda vakillaringizni faol ishtirok etishga taklif etaman.